Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar, hoji buva, hojona, aka opa singillar, yana bir yangi obyektga xizmatga kelganmiz. Ushbu obyektimizni ham yakunladik. Qadrdonlar, bugun ko'chaga ish ko'rgani uchun ketib qoldim. Toshga kirdim, To'raqo'rg'onga kirdim. Undan keyin Namangan shahriga Chortoqqa o'tdim. İşlarni bitirib, xudo xolasa, sinfdoshlarim xizmat qilishayotganda shu joyga keldim. İşte xizmatni yakunladik. Ushbu obyektimiz joylashgan joyi Toshbuloq tumanida, qadrdonlar, Namangan viloyati Toshbuloq tumanida yana bir kichkina obyektimizni chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirdik. Xudo xolasa, bu ishimizni ham shu materiallar mahkamlab bu joyga taxtalarni qo'yib, chetlari bilan chiroyli qilib yopib berishgan. Bu joydagi izlar, qadrdonlar, bu tarafga pastda pena generatorimiz turadi. Shuni olganda oyoqqa ham yopishib loy bo'lgan izlar, turpoq izlar. Hozir 5-10 daqiqa bo'ldi. Sinfdoshlarim quyib tushib ketishdi. Bu tarafdan videoni yurib olib o'tdim. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa, bu obyektimizni ham chiroyli tarzda o'z egalariga topshirdik. Toshbuloqda, Sho'rqishloqda bitta akamizni darvozaxonadan shunday kirganda ro'parada bitta imorat solgan ekanlar. Shuni tomini penalomboz bilan yopib berdik. Qo'shnilar, hoji buvomlar chiqishdi, pastda ham duo qilishdi. Xudo xolasa, hozir qaytishdan oldin yana tushib, hoji buvomdan duo olamiz, qadrdonlar. Ish jarayonlarini qo'ya olmadik, sababi o'zim bu joyda emasdim. O'zi kichkina kvadrat. Obeddan ozgina o'tdi. Adashmasam soatga qaramadim. 2:30-dan o'tgan oralig'ida ushbu obyektimizni ham o'z egalariga topshirdik. Xudo xolasa, endi qaytamiz. Pastga tushib, hoji buvomdan duoni olamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi xudo xolasa, pastda hoji buvomdan duoni olib qaytamiz. Video davomida ko'rishguncha. Qadrdonlar, tomni ko'rsatib pastga tushdik. Videogalari ham shayda turishibdi. Xudo xolasa, bu taraflarga ham imorat solishsa, yana chaqirishadigan bo'ldi. Endi hoji buvomdan duoni olib qaytamiz. Hoji buva, bizning obunachilarimiz bilan salomlashib, bitta duo qilib berasiz endi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Dilshodbek Penachi kanalining obunachilari. Biz xursand bo'ldik. Bugun mana shu Namangan tuman Sho'rqo'rg'on qishlog'iga avvaldan shu mehnatlarini ko'rib, duo qilib yurgan Dilshodbek o'zini yigitlar bilan mana hasharchiliklar bilan kelib bizni qishlog'imizda bir juda ajoyib bir mehnatlarini ko'rsatishdi. Juda xursand bo'ldik. Dilshodbek, biz sizni bu avvaldan bir necha yildan beri kuzatib turamiz. Bu juda chiroyli elda shu duosini oladigan shu kasb hunarni egallagan ekansizlar. Mana doimo qaysi bir nimani ko'radigan bo'lsak, nima proyektda faqatgina shu chiroyli mehnatlari bilan, odobli bir yigitlarning shu mehnati bilan doim shu yerda olqishda bo'lyapsizlar. Ishlaringga rivoj bersin. Mana bugungi mehnatni ham mana o'zlaring ko'rdilaring, hurmatli obunachilar. Avvalambor sihat salomatligidan bersin bu yigitlarga. Qayerda bo'lishmasin, shu yerda ardog'ida, yerda hurmatida bo'lib yurishliklarini nasibador etsin. Qalblaridagi tilak maqsadlariga yetkazsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim mana shu yigitlarning qalbidagi tilak maqsadlariga yetkazgin. Ishlariga rivoj bergin. Qayerda bo'lishmasin, o'zingni panohida bo'lishligini nasibador etsin. Elda xizmatidan, yurtni ardog'idan shu qolishmasin bular. Uydagilarga, farzand, shu ota-onalarga ham mana shu yigitlarni qilayotgan ishi, bu yigitlarni doimo shu topgani barakotli bo'lishligini nasibador etsin. Parvardigoro yana doimo shu yaxshi xizmatlarni qilayotganlarida, elda shu duosini olayotganlarda biz ham shu duoda bo'lishligimizni nasibador etsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga yor arhamur rohimin. Rustombek ukajon, hozirgi kunda siz Sariosiyoqda proyektlaring ham mana ko'z tegmasin bitib qoldi. Ishlaringga rivoj bersin. Xotandoy ukamiz doimo bularni bir sizlarni
shu kanallaringda qilayotgan ishlaringni ko'ramiz, duodamiz doimo, xalqimiz duoda. Hech qachon shu Eldor dog'idan qolmanglar. Ishlaringga rivoj bersin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Qayerda bo'lmanglar, shu Allohning panohida bo'linglar. Dilshodbek ukajon, Hajvo, rahmat sizlarga ham. Allohim yana nasib qilsin bir diydor ko'rishish. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Bundan katta proyekt. Dilshodbek shu bo'ronga ketdi deganda juda xursand bo'lib mana bu nima deydi? Diydor ko'rish nasib etdi. Toy Qadrdonlar, Hoji buvam sovg'a salomlar bilan chiqdilar. Ko'rsatamiz. rahmat. Yashanglar, rahmat. Balli. Qadrdonlar, Hoji buvam ishni yakunlash arafasida shunaqa sovg'a salomlar bilan chiqibdilar. O'zlari ko'rsatmadilar. Endi bu. Shunga qaramasdan ko'rsatib qo'ydik. Xudo xolasa Sizlarni hurmatlaring. bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan oldin ham Hoji buvam chiqqanlarida uzun duo qildilar. Obyektni ham o'z egalariga chiroyli tarzda topshirdik. Juda chiroyli bo'ldi. Xursandmiz. Mana uyda egalari ham juda xursand. Duoda Xudo xolasa. Doimo charchamanglar, Eldor dog'idan qolmanglar. Rahmat sizlarga ham e'tibor uchun. Balli. Salomat bo'linglar, qadrdonlar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Tanijon sog' bo'lsin. Rahmat hammalaringga.